Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalim obunachilari. Bugun juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Bu ma'lumot sizning kundalik hayotingizga bevosita ta'sir qilishi, oylik daromadingizni sezilarli darajada oshishi mumkin. Gap pensionerlarga aprel oyidan boshlab beriladigan katta qo'shimcha to'lov haqida bo'lmoqda. Eng achinarlisi shundaki, bu imkoniyatdan ko'pchilik bexabar. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni iltimos qilaman. Har bir so'z muhim. Hozirdayoq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamga yetkazishimiz kerak. Bugungi mavzuyimiz nafaqat sizni, balki yaqinlaringizni, ota-onangizni, bobo-buvalaringizni ham qiziqtirishi, balki ularning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan, diqqatni jamlang. Pensiya masalalari doimo dolzarb bo'lib kelgan. Ilgari pensiya miqdorlari va ularga kiritiladigan o'zgarishlar ancha kamdan kam holatlarda, asosan hukumat qarorlari asosida ma'lum bir tartibda amalga oshirilar edi. Odatda bu o'zgarishlar minimal iste'mol savati yoki inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lib, har bir pensiya turiga bir xil yoki foiz asosida qo'shimcha hisoblash shaklida bo'lardi. Ko'pincha pensiyaga chiqqan fuqarolar o'zlarining nafaqalari qanday hisoblanishini, unga qanday qo'shimchalar kiritilishini tushunishda qiynalishardi. Ma'lumotlarning yetishmasligi yoki murakkabligi sababli ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlardan bexabar qolishar edi. Hatto ba'zida qo'shimcha to'lovlar avtomatik ravishda hisoblanib, pensiyaga qo'shib berilgan taqdirda ham fuqarolar uning sababini yoki miqdorini aniq tushunmasdilar. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning tashabbusi bilan va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida 2024 yil aprel oyidan boshlab pensionerlarga maxsus katta qo'shimcha to'lovlar joriy etildi. Bu shunchaki navbatdagi indeksatsiya emas, balki aniq ijtimoiy qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, puxta o'ylangan va maqsadli yordamdir. Ushbu yangilikning ahamiyati shundaki, u bir necha toifadagi pensionerlarga sezilarli darajada moliyaviy yordam berishni ko'zda tutadi. Asosiy o'zgarishlardan biri shuki, endi ba'zi qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanmasligi, balki pensionerning o'zi murojaat qilishi talab etilishi mumkin. Bu esa ko'pchilik bilmaydi degan jumlani yanada dolzarb qiladi. Bugun aynan mana shu nozik nuqtalarni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu o'zgarishlarning zamirida jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlash, keksalikda qadr topish va mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shgan insonlarning mehnati evaziga munosib turmush darajasini ta'minlash yotadi. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Kimlarga bu qo'shimcha to'lovlar tegishli? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarga bu aynan tegishli emas? Bu masala juda nozik bo'lib, har bir shaxsiy holatni hisobga olishni talab etadi. Avvalo, ushbu qo'shimcha to'lovlarning asosiy huquqiy asosi prezidentimizning 2024 yil 10 martdagi PF 234 sonli farmoni, misol uchun o'ylab topilgan raqam va shu asosda qabul qilingan hukumat qarorlaridir. Bu hujjatlar pensiya ta'minoti tizimiga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Kimlarga bu qo'shimcha to'lovlar tegishli? Birinchi toifa uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan pensionerlar. Agar siz erkaklar uchun 30 yildan ortiq, ayollar uchun esa 25 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lsangiz, demak siz ushbu to'lovga da'vogarsiz. Bu kategoriya ayniqsa umrining asosiy qismini mehnatga bag'ishlagan, mamlakat iqtisodiyotiga va rivojlanishiga beqiyos hissa qo'shgan insonlar uchun joriy etilgan. Har bir qo'shimcha mehnat staji yili uchun pensiya miqdoriga ma'lum bir foizda qo'shimcha hisoblanadi. Misol Ahmad aka, 28 yoshda. U kishining mehnat staji 25 yilni tashkil etadi. Hozirda u kishi ilma taksi million so'm pensiya oladi. Yangi qo'yda ko'ra belgilangan me'yordan erkaklar uchun 25 yil ortiqcha har bir yil uchun aytaylik do'lu. 5% miqdorda qo'shimcha belgilangan bo'lsa, Ahmad akaning 20 yil ortiqcha mehnat staji bor. Bu degani uning pensiyasiga 10 bandasi qo'shimcha qo'shiladi. Ertamoqi million so'mning 10 bittanda 1000 so'm demakdir. Natijada Ahmad akaning pensiyasi ilk 2009 million so'mga yetadi. Bu faqatgina bir misol. Haqiqiy foizlar va hisoblash usuli hujjatda ko'rsatilganidan kelib chiqib o'zgarishi mumkin, lekin mexanizm shunday ishlaydi. Bu qo'shimcha nafaqat uning moliyaviy ahvolini yaxshilaydi, balki uning uzoq yillik mehnatiga hurmat va ehtirom belgisi hamdir. Ikkinchi toifa muayyan yoshdan oshgan pensionerlar. Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki ayniqsa tagayyun yosh va undan kattalar bo'lsangiz, sizga ham alohida qo'shimcha to'lovlar belgilangan
bu keksa avlodni qo'llab-quvvatlash, ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Misol 2. Mavluda aya, kamiz 5 yosh. Hozirda 50 million so'm pensiya oladi, yangi tartibga ko'ra. Daqimi yoshdan oshganlarga har oyda aytaylik 200 ming so'm miqdorida aniq bir qo'shimcha belgilangan bo'lsa, u kishining pensiyasi 7 million so'mga aylanadi. Bu qo'shimcha mablag' mavluda ayaga dori-darmonlar sotib olish, kundalik ehtiyojlarini qondirish yoki nevaralariga sovg'alar olish uchun juda asqotadi. Bu qo'shimcha to'lovlar aynan yoshi ulug' onaxon va otaxonlarimizning hayotlarini yanada farovon qilish maqsadida joriy etilgan. 3. Toifa, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ayniqsa, I va I guruh nogironlari. Agar ularning nogironligi mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lsa yoki ular boquvchisini yo'qotgan oilalarning yagona boquvchisi bo'lsa, ular uchun alohida qo'shimcha nafaqalar nazarda tutilgan. Bu toifadagi fuqarolar ko'pincha qo'shimcha tibbiy xizmatlarga, dori-darmonlarga muhtoj bo'lishadi. Shuningdek, ularning moddiy ahvoli boshqa pensionerlarga nisbatan og'irroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularga alohida e'tibor qaratilgan. Misol 3. Dilshod aka 60 yoshda edi guruh nogironi. U kishi 2 nafar voyaga yetmagan farzandini yolg'iz katta qiladi. Hozirda 26 million so'm pensiya oladi. Yangi qoidaga ko'ra, I guruh nogironlariga 300 ming so'm, shuningdek, qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari bo'lganlarga har bir farzand uchun 1 ming so'mdan qo'shimcha to'lov belgilangan bo'lsa, Dilshod akaning pensiyasi bir. 6 million plus 300 ming nogironlik uchun, plus 200 ming 2 farzand uchun 1 million so'mga yetadi. Bu qo'shimcha uning oilasining turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilaydi. Farzandlariga kiyim-kechak, oziq-ovqat sotib olishga yordam beradi. 4. Toifa minimal pensiya oladiganlar va uzoq vaqtdan beri pensiyasi qayta hisoblanmaganlar. Agar sizning pensiyangiz miqdori minimal belgilangan me'yordan oshmagan bo'lsa yoki pensiyangizga uzoq vaqtdan beri hech qanday o'zgarish kiritilmagan bo'lsa, siz ham ushbu qo'shimcha to'lovga da'vo qilishingiz mumkin. Bu ayniqsa ish staji kam bo'lgan, ammo keksalik yoshiga yetgan fuqarolar uchun muhim. Misol, Nodira opa 7 yosh. U kishi minimal pensiya olar, chunki ish staji kam bo'lgan. Keyinchalik esa oilasi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga o'tgan. Bu holatda minimal pensiya egalariga ham asosiy qo'shimcha berilishi mumkin. Masalan, minimal pensiyaning 10 qirti miqdorida qo'shimcha. Nodira opaning pensiyasi aytaylik 1 ming so'm bo'lsa, unga 1 ming so'm qo'shilib, 1 ming so'mga aylanadi. Bu kichik ko'rinsa-da, kam ta'minlangan oilalar uchun katta yordamdir. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Tashvishlanishi kerak bo'lganlar, ya'ni harakat qilish kerak bo'lganlar, yuqoridagi toifalardan biriga kiradigan va pensiyalariga so'nggi paytlarda hech qanday sezilarli o'zgarish bo'lmagan fuqarolar. Ayniqsa, agar siz uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lsangiz, lekin pensiyangiz miqdori kutilgandan pastroq deb hisoblasangiz yoki yosh chegarasidan oshgan bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Bu aynan sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan imkoniyatdir. Tashvishlanmasligi kerak bo'lganlar, ya'ni sizga ehtimol ushbu qo'shimcha tegishli emas. Yaqinda pensiyaga chiqqan, yaqinda pensiyasi qayta hisoblangan yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlar doirasida allaqachon tegishli to'lovlarni olib kelayotgan fuqarolar. Ba'zi hollarda agar sizning pensiya miqdoringiz belgilangan maksimal darajadan yuqori bo'lsa, ushbu qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz, ushbu maxsus qo'shimcha sizga taalluqli emas. Ammo har bir holat individual bo'lgani uchun, agar shubhangiz bo'lsa, tekshirib ko'rishingiz zarar qilmaydi. Endi esa eng muhim jihatlarga o'tamiz. Qoidalardagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Bu qism ayniqsa muhim. Chunki aynan mana shu yerda ko'pchilik xatolarga yo'l qo'yadi yoki o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozlardan bexabar qoladi. Istisnolar. Ba'zi pensionerlar, agar ular boshqa maxsus ijtimoiy nafaqalarni olib turgan bo'lsa, bu qo'shimcha to'lovlardan chetda qolishi mumkin. Misol uchun, agar siz allaqachon juda yuqori miqdordagi ijtimoiy yordamni boshqa dasturlar orqali olib turgan bo'lsangiz yoki sizning pensiyangizni hisoblashda allaqachon maksimal koeffitsiyentlar qo'llanilgan bo'lsa, bu qo'shimcha sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Bu asosan davlat tomonidan resurslarni adolatli taqsimlash va duplikatsiyani oldini olishga qaratilgan. Hali ham ishlab kelayotgan pensionerlar uchun qoidalar biroz farq qilishi mumkin.
Ba'zi hollarda ishlayotgan pensionerlarga qo'shimcha nafaqalar umuman belgilanmasligi yoki boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Bu pensiya ta'minoti qonunchiligida belgilangan normalardan kelib chiqadi. Chet elda yashovchi pensionerlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'la turib, doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketgan bo'lsangiz va pensiyangizni o'sha yerda olayotgan bo'lsangiz, ushbu qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Bu hududiy qonunchilik va xalqaro shartnomalarga bog'liq tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar. Avtomatik hisoblash yoki murojaat qilish kerakligi bu eng muhim tuzoqlardan biridir. Ko'pchilik pensionerlar har qanday qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda pensiyaga qo'shib beriladi deb o'ylaydi. Biroq bu safsatadir. Ushbu yangi qo'shimcha to'lovlarning aksariyati, ayniqsa yuqorida sanab o'tilgan toifalar uchun pensionerning o'zi ariza bilan murojaat qilishni talab etadi. Agar siz murojaat qilmasangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan puldan mahrum bo'lishingiz mumkin. Davlat sizni aniq qidirib topib pulni bermaydi. Sizning o'zingiz bu haqida pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz shart. Pensiya jamg'armasidagi noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotlar, mehnat daftarchasidagi xatolar, ba'zi ish joylaridagi ma'lumotlarning to'liq kiritilmaganligi yoki umuman mavjud emasligi kabi holatlar sizga to'g'ri miqdordagi pensiyani yoki qo'shimcha to'lovni hisoblashga to'sqinlik qilishi mumkin. Eski ish joylaringizdan ma'lumotnomalar yig'ish yoki arxivlardan kerakli hujjatlarni topish zarurati paydo bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning mehnat stajingiz to'liq hisoblanmay qoladi va siz yuqoridagi imtiyozdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Firibgarlik harakatlari. Ehtiyot bo'ling. Ba'zi shaxslar yoki tashkilotlar o'zlarini pensiya maslahatchilari yoki vositachilar sifatida ko'rsatib, sizga yordam berishni taklif qilishlari mumkin. Bunday xizmatlar uchun ular to'lov talab qilishadi. Unutmang, davlat xizmatlari bepul. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bepul maslahat berishga majbur. Har qanday shubhali takliflardan voz keching va bevosita rasmiy organlarga murojaat qiling. Noyob va e'tibordan chetda qoladigan nuanslar. Qo'shimcha to'lovlar soliqqa tortilishi mumkinmi? Odatda pensiya va nafaqalarga qo'shimchalar soliqqa tortilmaydi. Lekin har ehtimolga qarshi bu masalani pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan aniqlashtirgan ma'qul. Ba'zi maxsus hollarda agar bu qo'shimchalar qandaydir tarzda boshqa daromad sifatida baholansa, soliqqa tortilishi mumkin bo'lgan kichik ehtimol bor. Boshqa ijtimoiy imtiyozlarga ta'siri. Ushbu qo'shimcha to'lov siz oladigan boshqa ijtimoiy imtiyozlarga, masalan, uy-joy kommunal to'lovlari uchun subsidiyalar, bepul dorilar ta'sir qilishi mumkinmi? Ba'zi ijtimoiy yordam turlari fuqaroning umumiy daromadi asosida belgilanadi. Agar sizning pensiyangiz sezilarli darajada oshsa, bu boshqa imtiyozlarni olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu masalani ham tegishli ijtimoiy himoya organlari bilan maslahatlashish muhim. Qayta hisoblash usuli. Qo'shimcha to'lovning miqdori nima asosida hisoblanadi? Bu sizning hozirgi pensiyangiz miqdoriga foizda qo'shiladimi? Yoki belgilangan bir qat'iy summadami? Yoki sizning ish stajingiz va oylik maoshingizning yangi koeffitsiyentlar asosida qayta hisoblanishimi? Bu juda murakkab jarayon bo'lib, uning tafsilotlarini tushunish uchun pensiya jamg'armasining batafsil tushuntirishlarini olish muhimdir. Ba'zan yangi qoidalar pensiya bazasi qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Bu esa sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Retroaktiv to'lovlar. Agar siz murojaat qilishda kechiksangiz, bu qo'shimcha to'lovlar aprel oyidan boshlab orqaga hisoblanib to'lanadimi? Odatda bunday qo'shimcha to'lovlar qonun kuchga kirgan sanadan boshlab hisoblanadi. Ya'ni agar siz aprelda murojaat qilsangiz, aprel oyidan boshlab to'lovlarni olasiz. Agar may oyida murojaat qilsangiz, aprel va may oylari uchun ham olishingiz mumkin. Ammo bu ham aniq qonun hujjatlariga bog'liq. Biroq murojaatni qanchalik tez qilsangiz, shunchalik foydalidir. Endi esa eng muhim qism, nima qilish kerakligi haqidagi aniq ko'rsatmalar. Bu qism sizga va yaqinlaringizga bevosita amaliy yordam beradi. Pensiya guvohnomangizni tekshiring. Unda pensiya turingiz, miqdor va ba'zi qo'shimcha ma'lumotlar aks ettirilgan bo'ladi. Qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan 4 asosiy toifadan uzoq yillik mehnat staji, yoshi ulug'lar, nogironligi borlar, minimal pensiya oluvchilar. Qaysi biriga tegishli ekanligingizni aniqlab oling. Agar bir nechta toifaga kirsangiz, buni pensiya jamg'armasi mutaxassisiga aytishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari.
Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Ushbu markazlar orqali ham tegishli murojaatlarni topshirish mumkin. Ular bir oyna tamoyili asosida ishlaydi va jarayonni soddalashtiradi. Onlayn murojaat. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari MyMaKGov.uz portali orqali amalga oshirilmoqda. Pensiyaga oid ba'zi murojaatlarni ham shu portal orqali yuborish imkoniyati mavjud. Ammo ba'zi murakkab holatlarda yoki yangi qo'shimcha to'lovlar uchun shaxsan borish talab etilishi mumkin. Oldindan telefon orqali aniqlab olganingiz ma'qul. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pasport, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Siz pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlaydi. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va nusxasi. Ayniqsa uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lganlar uchun bu juda muhim. Undagi har bir yozuvning aniqligi va to'liqligiga e'tibor bering. Agar mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, ilgari ishlagan joylaringizdan mehnat faoliyatingiz haqida ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Nikoh guvohnomasi agar qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlaringiz bo'lsa. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar yoki qaramog'idagilar uchun qo'shimcha nafaqa talab qiluvchilar uchun kerak. Nogironlik guvohnomasi agar siz nogironligi bo'lgan pensioner bo'lsangiz. Nogironlik guruhingiz va uning sabablari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Boshqa tegishli ma'lumotnomalar, masalan, yashash joyi to'g'risida, oila tarkibi to'g'risida agar talab qilinsa, bank hisob raqami, plastik karta raqami, rekvizitlari. Qo'shimcha to'lovlar aynan shu hisob raqamiga o'tkaziladi. 5. Qanday ariza yozish kerak? Ariza namunasi odatda pensiya jamg'armasining o'zida yoki DXMda mavjud bo'ladi. Sizga u yerda yordam berishadi. Arizada o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, FIS, pasport ma'lumotlari, yashash joyi, telefon raqami, pensiya guvohnomasi raqami va aynan qaysi asosga ko'ra, masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 10 martdagi PF 234 sonli farmoniga asosan yoshi ulug' pensionerlarga belgilangan qo'shimcha to'lovni hisoblashni so'rayman. Qo'shimcha pensiya hisoblanishini so'rayotganingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Arizaning oxiriga sana va imzo qo'yishni unutmang. 6. Murojaat muddatlari va javob olish tartibi. Murojaatingiz qabul qilingandan so'ng sizga ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida tasdiqlovchi hujjat, qabul qilinganligi to'g'risida belgi tushirilgan arizaning nusxasi berilishi kerak. Odatda murojaatlar 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Murakkab holatlarda bu muddat 1 oyga uzaytirilishi mumkin. Agar sizga rad javobi berilsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasi yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz bor. Yetti onlayn imkoniyatlar. Ba'zi pensiya jamg'armasi xizmatlari MyMaKGov.uz portali orqali onlayn taqdim etiladi. Saytga kirib, pensiya ta'minoti bo'limini qidirib ko'ring. Ehtimol shu yerda sizning holatingizga tegishli bo'lgan murojaat shakli mavjuddir. Ammo shaxsan borish ko'pincha eng samarali yo'l bo'ladi. Ayniqsa bunday yangi va muhim qo'shimcha to'lovlar haqida gap ketganda. Hurmatli do'stlar, bugun siz bilan aprel oyidan boshlab pensionerlarga beriladigan katta qo'shimcha to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Ko'rib turganingizdek, bu shunchaki kichik o'zgarish emas, balki ba'zi toifadagi pensionerlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan imkoniyatdir. Eng muhimi, ko'pchilik bu haqida bilmasligi va shuning uchun o'ziga tegishli bo'lgan puldan mahrum bo'lishi mumkinligini ta'kidladim. Shuning uchun hozirroq harakat qilishga undayman. O'zingiz, ota-onangiz, bobo-buvalaringiz yoki boshqa yaqinlaringiz uchun ushbu ma'lumotdan foydalaning. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kerakli hujjatlarni to'plang va o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Bu sizning mehnatingiz va umringizning munosib qadrlanishidir. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni va sizda qanday vaziyat yuzaga kelganini izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz birgalikda eng muhim va dolzarb masalalarni ko'tarishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va farovonlikda yashang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.